Xo'p, mana Ulug'bek mahallasiga yana bitta pechka qo'ydik. Xo'p, bu mana kompyuteri. Kompyuteri 12 volt, svet o'chganda akkumulyator bilan ishlaydi. Svet yonganda yana svetga o'tib, akkumulyator zaryad qiladi. Mana bu bunkeri 250 kilo ko'mir sig'adi. Katta garelkalari vodinnoy. Xo'p, mana bu yerdan mana mayda o't yonadi. Eshikdan yonayotgan. O't yonyapti mana. Graduslar chiqyapti, ko'tarilyapti. Xo'p, gradusi mana 60 ga 70 qo'yib qo'yganmiz. 60 gradusga tushganda pechka ishlaydi, avtomatik 70 ga chiqqanda gradus pechka tashlaydi. 300 kvadratga pechkamiz.